Salom do'stlar, Robustars kanalimizga xush kelibsiz. Oldingi darslarimizda Arduino Uno yordamida LED'ni qanday yoqish va o'chirishni o'rgangan edik. Agar uni ko'rmagan bo'lsangiz, kanalimizga kirib, uni birinchi darsni ko'rsangiz bo'ladi. Avval uni ko'rib chiqing, keyin esa bu darsimizni ko'rsangiz bo'ladi. Bugun esa o'sha bilimlarimizni chuqurlashtiramiz. LEDni yanada nazoratliroq boshqarishni, pulsatsiya qilishni va PNV muhim tushunchalarni o'rganamiz. Tayyormisiz? Unda boshladik. Xo'p, darsimiz boshlashimizdan oldin eslatib o'tamiz. Bizlarga Arduino Uno kerak bo'ladi. Ikkita ana bu kichkinasi minus va uzuni plus bo'ladi. Kompyuterga ulashimiz uchun va plata. Undan tashqari ikkita LEDni ishlatamiz, svetodiodlarimizni va 4 ta simimiz kerak bo'ladi. Ikkitasi pinlarimiz uchun va bittasi GND va ikkinchisi 5 volt uchun. Xo'p, birinchi bo'lib Arduino Uno'ga pinlarimizni tiqamiz. Hozirgi pinlarimiz 9, 10, 11, 6, 5, 3larga tiqib bilamiz. Chunki bular PNV. Keyingisi esa platamizga svetodiodlarimizni tiqib chiqamiz. Kichkina oyog'ini minusga va uzun oyog'ini plusga tiqishimiz kerak. Registrlarimizni ham minus bilan plusga tiqishimiz kerak. Buni minusga kichkina oyog'ini tiqamiz va plusga esa uzun oyog'ini. Minusi bu GNDga ketadi va plusi 5 voltga ketadi. Biz esa registrimizni GNDga berishimiz kerak. Hop, xuddi shunday kiritgandan keyin pinlarimizni ham ulab chiqamiz. Undan keyin esa kompyuterga ulaymiz Arduino Uno'ni. Xuddi shunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Endi esa Arduino Uno'da kodimizni yozishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib oddiy kodimizni yozamiz. O'tgan darsda o'tgan kodimizni. Birinchi pinlarni kiritamiz. U uchun pin mod deb pinimizni raqamini kiritamiz. Bizlar 9 bilan 10 ni olgan edik. Output deb yozamiz. Output katta harf bilan yozilishi kerak. Va void loop ichida kodimiz yonishi uchun digital write deb yozamiz. Bu 5 volt orqali yonadi. Qanday yozayotganimga e'tibor bering, chunki bu ahamiyatga ega. Ichida yana pinimizni raqami va high low deb yozamiz. High bu o'chadi, low bo'lsa high bu yonadi, low esa o'chadi. Undan tashqari siz 1 yoki 0 desangiz ham bo'ladi. 1 bu high, 0 bu low. Delay bu o'chishi uchun sekund. Bizlar 200 sekund deylik. Xuddi shunday qilib bu yerga low deymiz. 0 deb qo'yamiz. Endi esa ikkinchi pinimizni ham kiritamiz.
upload. Bu narsani birinchi saqlanch qilishimiz kerak. Keyin esa upload bo'ladi. Hop, ko'rib turganingizdek, bitta pinimiz yonib o'chyapti, ikkinchisi esa faqat yonib turibdi. Chunki birinchisiga hello berdik, ikkinchisiga esa faqat hi berdik. Endi yanada qizig'roq qismiga o'tamiz. PMV nima? Tasavvur qiling, siz LEDni juda tez yonib o'chib turganini sezmaysiz, chunki inson ko'z shunchalik tez yonib o'chishini ilg'ay olmaydi. Agar biz LEDni qisqa vaqt yoqib, keyin uzoqroq vaqtda o'chirsak, u xira ko'rinadi. Agar uzoqroq yoqib, qisqaroq o'chirsak, yorqinroq ko'rinadi. PMV aynan shunday ishlaydi. U juda tez raqamli impulslarni high-low yuboradi va bu impulslarni high yonish davrini low o'chirish davriga nisbatan o'zgaradi. Bu nisbat duty cycle deb ataladi. Arduino uni ba'zi raqamlari pinlar PMV qobiliyatlariga ega. Ular yonida kichik belgisi bilan ko'rsatiladi. Masalan, 3, 5, 6, 9, 10, 11 pinlar. Bular analog pinlar deb ataladi. Bu pinlarda tez, sekin va tez o'chib yonadigan pinlar deb aytiladi. Xo'p, endi esa amalda ko'ramiz. Hozir bizlar void setupda o'sha 9 va 10 pinlarda bizlar, endi esa void loopda o'zgartirish kiritiladi. Birinchi bo'lib bizlar for ni ishlatamiz. For int brightness teng 0. Hop. Bu hozirgi kodimiz LEDni asta-sekin yonib o'chirishi uchun yoziladi. Hop. Men nima deb aytyapman? Bu 0 dan 255 gacha bo'lgan son 255 dan 0 gacha degani 0 0 degani bu to'liq o'chgan. 555 esa to'liq yongan deyilgani. Va bizlar bu yerda for sikli, bu takrorlash sikli deyiladi. Birinchi for siklida brightness o'zgaruvchisi 0 dan boshlab 255 gacha har bir bosqichda 5 gacha o'chiriladi. Har bir qadamda analog light orqali LEDning yorqinligini oshiradi. Hozir bu yerda analog light deb yozamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizlar digital light deb yozmayapmiz, analog light deb yozyapmiz. Digital light deb yozsak, bu tez o'chib yonadi. Analog desa sekin o'chib yonadi. Ichida esa to'qqizinchi brightnessni keyin esa brightnessni o'rniga E deb yozsak bo'ladi.
Keyin esa pastidan delay deb yozamiz. Delayga esa 30 sekund. Hop. Analog write orqali LG'ning yorug'ligini oshiradi va delay 30 orqali 30 millisekund kutamiz. Bu LG'ni asta sekin yoqadi. Ikkinchi marta for yozamiz. Ko'rib turganingizdek, kodimizdagi yozgan kodimizdan keyin svetodiodlarimiz sekin o'chib yoqayapti. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar bu chuqurlashtirilgan dars sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosing. Shunda yangi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Savollaringiz yoki keyingi darslar uchun takliflaringiz bo'lsa, kommentga yozib qoldiring. Sizning fikringiz men uchun juda ham muhim.